Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizdan 73-bitdan davom ettiramiz. Ad-darsu ar-rabi'u ashara, 14-dars. Al-fityatu hamidun. Demak, Hamid bilan yigitlarning suhbati va yigitlarning ba'zilari suhbatlashadi, dialog. Assalomu alaykum va alaykum assalam. Kayfa haluka ya ammi? Ahvolingiz qanday ey amaki? Ana bi khayrin. Kayfa halukum man antum? Men yaxshiman. Va o'zlaringizda ahvollaringiz qanday? Sizlar kimsizlar? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Biz doktor Musoning o'g'illarimiz. Ahlan va sahlan va marhaban. Abukum sadiqi. Ayna ammukum ash-shaykhu Isa? Ahlan va sahlan, xush kelibsiz. Ahl bo'ling, marhabo. Sizlarning otangiz mening do'stim. Amakingiz Shayx Iso qayerda? Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. U kasal. U hozir shifoxonada. Shafahulloh, Alloh unga shifo bersin. Mana hadhihi tiflatu allati ma'akum? Bu sizlar bilan birga bo'lgan mana bu yosh go'dak qizcha kim? Hiya ukhtuna. U bizning singlimiz. Masmuha, uning ismi nima? Ismuha Laylo. Uning ismi Layla. Laylo ekan. Ayna baytukumul jadidu? Sizlarning yangi uylaringiz qayerda? Baytunal jadidu qaribun minal matari. Bizning yangi uyimiz aeroportga yaqin. A antum fil madrasati thanawiyyati? Sizlar sanaviya maktabida o'qiysizmi? Sanaviya degan demak 10, 11, 12-sinflar uchun ishlatiladi. La, nahnu bil jami'ati. Yo'q, biz universitetda o'qiymiz. Ana fi kulliyatil handasati, men muhandislik fakultetida va Muhammadun fi kulliyatit tibbi va Muhammad tibbiyot fakultetida va Ibrohimu fi kulliyatil adabi va Ibrohim odob, ya'ni pedagogika fakultetida va Yusufu fi kulliyatit tijarati. Yusuf tijorat fakultetida. Man zalika al-fata allazi fi sayyaratikum? Ana u mashinangizdagi yigit kim? Huwa zamili. U mening o'rtog'im. Demak, Mahmud aytayapti buni. Ulardan yigitlardan bittasi. U mening o'rtog'im. Min ayna huwa? U qayerdan? Huwa min Inkaltara. U Angliyadan. Masmuhu, uning ismi nima? Ismuhu William. Uning ismi William. Ahwa talibun aydan? U ham talabami? Na'am, huwa talibun. Ha, u talaba. Abuhu ustazi. Uning otasi mening ustozim. Ismuhu doktoru Eduardo. Ya'ni uning o'sha otasi mening ustozim deb o'sha otasi haqida gapirdi. Uning ismi doktor Edward. Huwa yudarrisu fi kulliyatut tibbi. U tibbiyot fakultetida dars beradi. Adhabtum ila al-mustashfa li ziyarati ammikumul yawma? Bugun amakingizni ziyorat qilishlik uchun shifoxonaga bordingizmi? Na'am, zahabna. Ha, bordik. Mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'qib o'zlashtirib olamiz.